Assalomu alaykum. Gruziyaga kelmoqchi bo'lgan aka-ukalar, opalar diqqatiga, mana bu videoni o'tkazmasdan boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Hozir Gruziyaga kirishni hamma tartiblarini boshidan oxirigacha sizlarga gapirib beraman. Avvalosi, Gruziyaga kirish uchun 3 ta yo'li bor. Birinchi yo'li siz turist sifatida kirishligingiz mumkin. Ikkinchisi, birorta Gruziya fuqarosi sizga приглашение qilishligi kerak. Uchinchisi, birorta gospitaldan sizga приглашение kerak, ya'ni lecheniyaga kelishligingiz uchun. Ishlash uchun kelmoqchi bo'lganlar uchun eng qulay yo'li bu turist sifatida kelishlik. Turist sifatida kelishlik uchun nima qilishlik kerak? Avvalosi, o'zida har qaysi shahar yoki viloyatda bo'lsangiz, o'sha tur firmaga murojaat qilasiz. O'sha tur firma sizga turistik paket qilib beradi. Turistik paket nima degani desangiz, bu bordi-keldi bilet, страховка va mehmonxona bironi bo'ladi. Mana shu hujjatlarning jamlanmasi turistik paket deyiladi. Keyin turistik paketlar vazvirat bo'lmaydi. Siz ketishingizdan oldin bir kun qolganda men uchmayman, biletimni vazvirat qil, boshqa qil deganda uni hech qanaqasiga imkoniyati bo'lmaydi. Shu narsalarni sizlar inobatga olinglar. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, Gruziyaga kelishlikda turist sifatida, ya'ni обосновать qilib berishlaringiz kerak, o'zlaringizni isbotlab berishlaringiz kerak. Isbotlash tartibi qanaqa bo'ladi? Kelganingizda chegarada chiroyli ko'rinishda kiyingan bo'lishingiz kerak. Biletlaringiz bez bagaj bo'lishligi kerak. Bez bagaj bo'lishligining sababi shuki, agarda siz Gruziyaga kira olmay qolsangiz, kira olmay qolganingiz uchun bagajingiz qolib ketadi. U bagaj uchun akt qilishligingiz kerak aeroportga. Aktni u 1 oy ichida akt ko'rib chiqiladi. U siz uchun ozroq sarson sargardonchilik bo'ladi. Shuni inobatga olgan holatda, ikkinchisi, cho'ntagingizda yaxshi pul bo'lishligi kerak. Minimum hozirgi kunda $800 pul bo'lishi kerak cho'ntakda. Ikkinchisi, pasportni kontrolda sizni haligi tur paketingizni qo'lingizdan oladi. Qo'lingizdan olganda siz ungacha bo'lgan ichidagi barcha ma'lumotlarni yodlab olishligingiz kerak. Ichidan sizga savol beradi. Qachon qaytasan deydi. Birinchi beradigan savoli va qaysi kompaniyadan qaytasan deydi. Siz O'zbekiston Airways'dan uchib kelib turib, sentrumda qaytadigan bo'lsangiz, siz shu narsani bilishligingiz kerak, soatini bilishligingiz kerak. Mehmonxona, qaysi mehmonxonaga borasan deydi. Mehmonxonaning nomini, mehmonxonaga qancha pul berishligini, qanday yo'l bilan borasan deganda Yandex chaqiraman yoki mehmonxona xodimiga telefon qilaman yoki bo'lmasa o'zlaringiz taksi chaqirib beringlar. Muammosi yo'q. Hozirgi kunda internet rivojlangan deb tushuntirasiz. Undan tashqari, keyin agarda sen kasal yoki bemor bo'lib qolsang, kim buni qoplaydi deganda mana qo'lingda страховкам bor deb ko'rsatasiz. Eng kami minimum 35 ming yevrolik страховка qilinishligi kerak. Mabodo sizni Gruziyaga kiritmagan taqdirda, sizni hujjatlaringiz hammasi joyida bo'lsa, turist sifatida обосновать qilib bera olsangiz, siz ulardan haqlaringizni bemalol talab qilishligingiz mumkin. Jim o'tirmasdan, ya'ni boshni ham qilmasdan, bo'ldi kirgizmadi, bo'ldi men ketdim demasligingiz kerak. Nima uchun kirmayman? Kirmasligimga sabab ko'rsata olasanmi? Aniq sabab ko'rsat deb ular bilan tortishmas. Chiroyli, yaxshi suhbat amalga oshirishlaringiz kerak. Agarda sizlar kirolmasangizlar, qaytib uchib ketsangizlar, 1 oyda ichida, balki 15 kunning ichida sizlarni ortlaringizdan kompaniyadan xat keladi. Bu 50-50. Ba'zida keladi, ba'zida kelmaydi. Qanaqa xat desangiz, sizni davlat o'z hisobidan uchirgani uchun siz o'sha uchib kelgan biletingizni, ya'ni aviachiptangizni pulini to'lovini amalga oshirishligingiz kerak. Siz aytishingiz mumkin, "Yo'q, meni obratni biletim bor-ku" deyishingiz mumkin. Sizga o'shanda aytiladi, obratni bileting, misol uchun siz 1-yanvarga kirsangiz, 5-yanvarga chiqib ketish biletingiz bo'ladi. Siz 1-yanvarga kira olmadingiz va 1-yanvarga chiqib ketdingiz. Chiqib ketganingiz uchun siz o'sha kuni yangi biletda uchgan bo'lasiz. Ana shu hisobda o'sha biletni pulini to'laysiz. Qisqasi, hammasini tushuntirib aytdim. Kirishni yo'llarini, bundan ortiq kirish yo'li yo'q. Agarda siz turistga обосновать qilib bersangiz, aniq sizni kirgizadi. Chiroyli, yana qaytarib o'taman, chiroyli kiyinish kerak, tur paket bo'lishligi kerak va cho'ntakda yaxshiroq pul bo'lishligi kerak. Rus tilini bilishligingiz kerak. Rus tilini eplab ketaman, boshqa qilaman deb chegarada kelmang. Aks holda sizni kirgizmaydi. Yana bir narsa,
Rossiya orqali to'g'ridan to'g'ri quruqlikda, ya'ni verxniy Lars suxoputni orqali va samolyotda uchib kelmang. 100% kafolatli sizni kirgizmaydi. Yoki Rossiyadan kelmoqchi bo'lgan, Turkiyadan kelmoqchi bo'lganlar Turkiyadan, Rossiyadan kelmoqchi bo'lganlar Ozarbayjon, Qozog'iston, Armeniya orqali kirsangizlar bo'ladi. Uni ham tartibi xuddi shunaqa bo'ladi. Turistik paket qilishlaringiz kerak. Ya'ni bordi keldi bilet albatta bo'lishligi kerak. Qo'llaringizda strixovka va mehmonxona bron bo'lishligi kerak. Agar sizlar hujjatlarda qiynalayotgan bo'lsangizlar, bemalol murojaat qilsangizlar yordam berishim mumkin. Lekin siz bir narsani sizlar tushuninglar. Meni soham boshqa, ishlaydigan yo'l yo'rig'im boshqa. Sizlar uchun ajratayotgan vaqtim uchun ya'ni pul to'laylar deyman deb sizlarga aytaman. Nima uchun? Sizda o'sha hujjatlaringizni qilishligim uchun men boshqa ishlarim chetga surib qo'yib, sizni hujjatingiz bilan shug'ullanaman. Kommentariyaga har xil savol berishlikdan oldin videoni oxirigacha ko'rib chiqinglar. Ipidan ignasigacha sizlarning hamma savollaringizga batafsil men javob berdim. Undan ortiq yana bir narsani aytay, kimda-kim 1-yanvardan boshlab agar Gruziyaga kirmoqchi bo'lsa, turistik strixovkasi bo'lmasa $110 shtraf va 300 lari miqdorida sizga shtraf soladi. Shu narsani ham inobatga olinglar. Qolgan Gruziyadagi ichkaridagi dokumentlar va Gruziyadagi ish holatlarini keyingi videoda bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Men bu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangizlar, yozishdan oldin va Telegram yoki WhatsAppga aloqaga chiqishdan oldin videoni yana bir bor aytaman, oxirigacha ko'rib chiqinglar. Pastda qoldiraman Telegram, Instagram, WhatsApp raqamlarini bemalol 24 soat murojaat qilishlaringiz mumkin. Unda hech qanaqa muammosi yo'q.